Birinchi kun savol. Assalomu alaykum hammaga. Attestatsiya darajasidagi yuqori tipdagi savollarga yechim qilishni boshlaymiz. Demak, quyidagicha aylanuvchi jismlar sistemasi berilgan ekan. Ular o'zaro bir-biriga tasmali uzat bilan bog'langan. Ikkita shtiflarning radiuslari moslashishda 2R va R ga teng. K va L nuqtalarining chiziqli va burchakli tezliklarini solishtirmang degan savol qo'yilgan ekan. Birinchi qilgan ishimiz K va L aylanuvchi jismlarning burchakli tezliklarini topib olamiz. Nega? Sababi K jismimiz bilan uning ichidagi shkifa o'zaro bitta o'qqa mahkamlangan uchun ularning burchakli tezliklari teng va o'z-o'zidan L nuqtamiz ham o'zining shkifa bilan bir o'qqa mahkamlanganligi sababli burchakli tezliklari teng bo'ladi. Faqatgina ularning shkiflari endi bir-biriga tasmali bog'langanligi sababli chiziqli tezliklari tengligi ma'lum bo'ladi. Demak, topib olamiz. Buning aylanma harakat tezligini V1 deymiz, buning aylanma harakat tezligini V2 deymiz. Demak, V1 teng bo'lishi kerak V2 ga. O'z-o'zidan mos ravishda bularimiz teng bo'ladi. V K ko'paytirilgan, ya'ni K sistemaning burchakli tezligi ko'paytirilgan radiusiga 2R ga teng bo'lishi kerak va omega ko'paygan R ga. Demak, burchakli tezliklari mos ravishda 2/1 nisbatda bo'lar ekan. O'z-o'zidan omegalarimiz katta bo'ladi va K dan. Ikkinchi holati chiziqli tezliklarni solishtiramiz. Chiziqli tezliklarimiz o'zaro bu bitta o'qda mahkamlangan sababli K nuqtaning tezligini topaman va K bo'lingan, ya'ni burchakli tezliklar teng bo'lgani uchun uning aylanish radiusi 4R ga teng bo'lishi kerak. Dastlabki aylanish tezligi V1 taqsim 2R ga. Shkiflarning bu tezligi ham xuddi shuncha bo'ladi. O'z-o'zidan V L taqsim 2R teng bo'lishi kerak. Buni aylanish tezligi buniki bilan bir xil bo'lgani sababli V1 deb ketamiz. Bo'laman R ga. Bu shkifning radiusi. Shu ikkita sistemani o'zaro nisbatini olamiz. VK taqsim VL teng bo'lishi ko'paytiraman. O'z-o'zidan 2 taqsim 4 teng bo'lishi kerak. 1 taqsim 2 ga. Soddalashtirib oladigan bo'lsak, K teng bo'ladi va L ga. K nuqtamiz bilan L nuqtamizning chiziqli tezliklari teng. Burchakli tezliklari quyidagi nisbatda va bu javobimiz variantlarga ko'ra C bo'ladi. Navbatdagi savol. Quyidagicha ikkita zaryad o'zaro joylashtirildi. Bu bir zaryadimiz K nuqtaga nisbatan 5 ta katakda, bu ikki zaryadimiz 3 ta katakda joylashgan va bularning K nuqtaga nisbatan natija maydon ushlanganligi shu yo'nalishda joylashgan. Ularning zaryadlar nisbatini toping degan savol qo'yilgan. Natija maydon ushlanganligi zaryadlar orasiga tomon yo'nalganligi uchun umumiy xulosa kelib chiqadi. Bu zaryadlar ishoralari manfiy. Nega? Sababi bu ikki zaryadning maydon ushlanganligi o'z tarafiga yo'naladi. Bu bir zaryadni esa maydon ushlanganligi o'zining tarafiga yo'naladi. Va o'z-o'zidan bularning natija maydon ushlanganligi shu yo'nalishda joylashadi. Va bular bir-biriga nisbatan perpendikulyar bo'lganligi sababli ham bu ikki zaryad Y ning bitta kateti, bu bir zaryadimizning maydon ushlanganligi bo'lsa, ikkinchi katet vazifasini bajarib beradi. Va natijada maydon ushlanganligi gipotenuza bo'lib beradi. Belgilashga olamiz. Y2miz Y ga teng bo'lsa bitta katagimiz, Y2miz ikkita Y ga teng bo'ladi. Elektr maydon ushlanganligini hisoblab olamiz. Birinchi nuqtadan K nuqtagacha bo'lgan kataklar soni 5 ga teng bo'lgani uchun 5 bitta kataga R desak 5R kvadratga keladi. Ikkinchi maydon ushlanganligimiz bo'lsa, bu birinchi maydon ushlanganligimiz, ikkinchi maydon ushlanganligimiz bo'lsa K Q2 taqsim Q2 nuqtagacha bo'lgan kataklar soni 3 ta, ya'ni 3R ning kvadrati. Maydon ushlanganliklarini ham topib oldik va ularning o'zaro nisbatini ham olamiz. Nisbatini oladigan bo'lsak, ikkita sistemani nisbatini olsak quyidagicha nisbat kelib chiqdi. O'z-o'zidan zaryadlar nisbatini topadigan bo'lsak, ikkita sistema nisbatini olsak shu javob kelib chiqadi va bu javobimiz ham bo'ladi. Jismga quyidagi yo'nalishlarda kuch qo'yilgan va jismning olagan tezlashini toping degan savol qo'yilgan. Birinchi o'rinda qo'yilgan kuchlar jismni harakatlantirishga yetadimi? Shuni aniqlashtirib olamiz.
Avval x o'qdagi, ya'ni harakatlanish yo'nalishidagi natijaviy kuchni topib olamiz. 20 newton bu tarafga, 4 newton bu tarafga o'zaro qarama-qarshi yo'nalganligi uchun natijaviy kuchimiz 17 newton bo'ladi. Va 17 newtonimiz o'ng tarafga qarab yo'naladi va o'z-o'zidan bu yo'nalishda harakatlanishi mumkin bo'ladi. Buni aniqlashtirib olishimiz uchun ishqalanish kuchini topib olamiz. Ishqalanish kuchimiz F ishqalanish tengmi n ga n raisi kuchimiz bo'lsa, n raisi kuchimiz yuqoriga yo'naladi, F bilan mg bo'lsa pastga yo'naladi. O'z-o'zidan F3 plus mg shuni hisoblab oladigan bo'lsak, 0,1 ko'paytiraman. F3 kuchimiz 10, mg imiz 20 newton. O'z-o'zidan teng bo'ladi bu ishqalanish kuchimiz 3 newtonga. Ishqalanish kuchimiz harakatlanish yo'nalishi oldinga, ishqalanish kuchimiz esa orqaga yo'naladi. O'z-o'zidan 3 newton qarshilik qila olmaydi. Sababi qo'ygan kuchimiz 17 newtonga teng. Demak, harakat mavjud bo'ladi va harakat mavjud yo'nalishida tezlanishlar paydo bo'ladi. Sabab kuchlar farqli kelyapti. Asosiy vektorimiz m, uning yo'nalishida F2 kuch bor. F1 kuchimiz asosiy vektorga qarama-qarshi va o'z-o'zidan ishqalanish kuchimiz ham asosiy vektorga qarama-qarshi. Shuning hisobiga minus qo'yamiz va hisoblab olamiz. Massamiz 2 kg ko'paytiraman a, F2 kuchimiz 21 ga, F1 4 newtonga, F ishqalanishimiz 3 newtonga. Bundan kelib chiqadi. Mana barobar 21 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak 14, 14 ni bo'lsak 2 ga 7 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish kelib chiqadi. Va bu javobimiz D bo'ladi. Birinchi kun savoliga yechim qildik. Bizni kuzatishda davom eting, shu zaylda davom etamiz. E'tibor uchun rahmat.